talabalarimiz, qolgan talabalar, ya'ni tepaga chiqmagan talabalarimiz ana bu yerda kutib turishibdi bizni. Biz taxminan 2800-3000 metrlar tepalikka chiqqan bo'lsak, endi 2,5-2000 metrlar, ular esa 1800-1500 metr balandlikda ko'p bo'lsa qaytyapmiz do'stlar. Mana archa daraxtini qarang. Bahor fasli, yasharish, yashillik fasli. Archalar uchun esa yil 12 oy yashil. Ular uchun yil 12 oy yasharish fasli. Archa daraxti uzoq umr ko'rishi bilan farq qiladi. Boshqa daraxtlarga nisbatan uzoq yashaydi bu daraxtlar. Bilmadim endi bu qadimiy archa necha yillik, necha yuz yil, balki 1000 yillikdir. Ne tarixiy voqeliklarga guvoh bo'lgan. Balki o'sha jadid bobolarimiz bosqinchilardan qochib tog'larga bekinganligi haqida eshitganmiz. Balki shu yerlarga ham kelishgandir. Ne azizlarda oyoq izlari bordir. Hayli, davom etamiz. Ana bu talabalarimiz aksariyati tepagacha chiqisha olmadi. Aslida shu joygacha chiqishligimiz qahramonlik ular uchun. Chunki bu yergacha kelish o'zi ne to'siqlardan o'tib, mashaqqatlar bilan chiqib kelishdi. Ha, sovqatdilaringmi? Ozodbek, sovqatdingizmi? Ha. Taassurotlar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshimi kayfiyatlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Toz havosi, toz havosi. Yevanglasherga yeb olaylik, keyin tushamiz. Buncha qolib ketdingizlar, qayergacha chiqdingizlar? Biz tepasigacha chiqdik. Eng yuqori nuqtagacha chiqdik.